Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudo shukr TV kanalini doimiy hamda tasodifiy muxlislari hammalaringizga gün xayrli bo'lsin deymiz do'stlar. Bugun yana bir ajoyib yangilik sizlar uchun doimgidek mana yaqindagina ish faoliyatini boshlagan Akbarbek ukamizning qassobxonasidan mana shu o'zimizning mesning jaydari yaxshi boqilgan buqa Xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa so'yladi ekan. Ana shunday bir ajoyib yangilik bilan yana sizlarni bezovta qilyapmiz do'stlar. Bugun 2025-yil azizlar 31-mart sanasi hammalarimiz yaxshi niyatlar bilan Xudo xohlasa Moh Ramazonni yakunlab kuni kecha hayit bayramlarini ham nishonladik. Hammalaringizga avvalo o'tgan hayit bayramlari muborak bo'lsin. Bayram arafasi bugun ham hammalaringiz xonadoningizda tinchlik, osoyishtalik tilab qolamiz do'stlar. Musofirda yurgan yaqin qadrdonlarim, do'stlarim sog' bo'ling, omon bo'lgaysizlar hammalaringiz. Bayram barchalaringizga muborak bo'lsin. Do'stlar, har doimgidek manzil shu o'sha Yangiariq tumani Quruqtom madaniyat markazi Akbar qassob ukamiz qassobxonasi ro'parasida joylashgan. Azda ertaga Xudo xohlasa 1-aprel sanasi adashmasam mana shu ekraningizda ko'rib turgan buqa so'yladi. Alloh nasib qilsa. Har doimgidek ma'lumot o'rnida eslatib o'taman do'stlar. 1-aprel kuni ertalab soat 7:30 arafasida bemalol mana shu ekranda ko'rib turgan buqani go'shini gelaverasizlar. Eslatamiz yanada har juma kunlari 5000 so'm skitkasi bor har 1 kilo go'sha. Ana shunday elimiz yurtimiz insonlari uchun qulaylik yaratgan holda ukamiz bir ajoyib ishni boshlagan, xayrli ishga qo'l urgan do'stlar. Bemalol kelaverasizlar. Azizlar, sog' bo'linglar. Videomizni mana shu yergacha ko'rganlaringiz uchun hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Yo'qotgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Videolarimiz yoqsa like bosib, izohlarda o'z fikringizni ham yozib qoldirishni unutmanglar. Like bosish bepul do'stlar. Izoh qoldirish ham bepul. Bemalol o'zingiz fikrlaringizni yozib, munosabat bildirishlaringiz mumkin. Bu biz uchun foydasi bor, chunki videolarimiz kengroq tarqaladi ve auditoriyamiz kengayadi. Do'stlarim, qadrdonlarim bor bo'ling, omon bo'ling, sog' bo'linglar. Musofirda yurgan qadrdonlar hammalaringiz ham ishlaringizga sog', omonlik o'zlaringizga, ishlaringizga barakat tilaymiz. Sog' bo'lgaysizlar, omon bo'lgaysizlar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.